Viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Tadbirda tuman va shaharlar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limlarida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni talablariga muvofiq xodimlar tomonidan korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish choralari muntazam ko'rib borilayotganligi, xodimlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular yozma ravishda ogohlantirib borilayotganligi ta'kidlandi. Adliya boshqarmasi vakillari tomonidan qonunchilikda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qabul qilingan normativlar, yangiliklar haqida ma'lumotlar berildi. 2023-2024 yillarga qaraganda korrupsiya jinoyatlari sezilarli darajada kamaygani ko'rinib turibdi. Bu to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qonun qarorlari, prezident farmonlari ijrosini bog'liqda bo'layman harakatlarni. Ushbu harakatlarda ishchi xodimlarimiz o'zini yurish-turishi, odob axloqi, ijro intizomi to'g'risida tushuntirishlar berilib va bu ishlar to'liq nazoratga olib borilyapti. Tadbirlarimiz o'z natijasini ko'rsatib turibdi. Maishiy korrupsiyani oldini olish borasida aholi o'rtasida so'rovnomalar o'tkazilib, natijalari bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqib amalga oshirilyapti. Xodimlar yana bir bor korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga yo'l qo'ymaslik yuzasidan ogoh bo'lishga chaqirildi. Zero har bir soha rivojida korrupsiyasiz tizim yaratilsagina kutilgan natijaga erishish mumkin.